Futbolda pul hamma narsani hal qiladimi? Yashil maydon kanaliga obuna bo'ling. Davom etamiz. Bir klub 100 million, 120 million, hatto 150 million yevro to'laydi. Lekin natija: jarohat, bosim, zaxira o'rindigi. Bugun futbol tarixidagi eng qimmat, lekin umidni oqlamagan 5 ta transfer haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'ring. Birinchi o'rindagi transfer hali ham muxlislar uchun og'riqli mavzu. 5-o'rin, Joao Felix. 2019-yili Atletico Madrid Benficaga 126 million yevro to'ladi. 19 yoshli portugaliyalik Diego Simeone tizimiga tusha olmadi. Natijada Felixning o'yin uslubida barqarorlik yo'qoldi. Felixni ijaraga berib yuborishdi. Qizig'i, Atleticoda omadi chopmagan yulduz nomdor klublarda ijarada yurdi. Kutilgan super yulduz darajasida o'ynay olmadi. 4-o'rin Usman Dembele Borussia Dortmunddan Barselonaga 140 million yevroga transfer qilingan. Usman Dembele Barselonada porlay olmadi. Barselona shoshildi. Neymarning o'rnini bosadigan futbolchi tanlashda adashdi. Dembele tezkor, iqtidorli edi. Biroq ketma-ket jarohatlar uni Barselona yulduzi bo'lishga qo'ymadi. Dembelening o'yinlarida barqarorlik yo'qolgan edi. Dembele Barselonaga foyda keltirdi. Biroq 140 millionlik foyda emas. 3-o'rin Felipe Coutinho Liverpooldan Barselonaga 145 million yevro evaziga ko'chib o'tdi. Lekin Barselonada o'z o'rnini topa olmagan Felipe tez orada zaxira o'rindig'iga mahkamlanadi. Barselona ishonchni oqlamagan Coutinhoni ijaraga qo'yib yubordi. Coutinhoni ishlari Barselonada yaxshi bo'lmadi. Balki Liverpoolda qolgani yaxshiroq edimi? Yana bilmadim. 2-o'rin Antoine Griezmann Atletico Madriddan Barselonaga 120 millionga 2019-yili transfer qilindi. Griezmann yulduz sifatida keldi. Ammo muammo taktik sxemaga tushdi edi. Messi bilan bir zonada o'ynadi. Lekin erkin o'ynay olmadi. O'z rolini topishga qiynaladi. Oxir-oqibat kutilgan lider bo'la olmagach, yana Madridga qaytdi. 1-o'rin Eden Hazard Chelseadan Real Madridga 100 million yevroga transfer qilingan Hazard 2019-yilning eng shov-shuvli transferlardan biri bo'ldi. Go'yo madridliklar yangi Galaktikosni ketishayotgandi. Ammo ketma-ket jarohatlar, vazn bilan muammolar, juda kam o'yin va kam samaradorlik Hazard Madridda faoliyatini deyarli o'ynay olmasdan tugatdi. Ko'pchilik uni zamonaviy futbol tarixidagi eng omadsiz transfer deb ataydi. Qimmat transfer har doim muvaffaqiyat degani emas. Ba'zida 30 millionlik futbolchi 130 millionlikdan ko'proq foyda keltiradi. Futbolda pul muhim. Ammo moslashuv, sog'liq va mentalitet undan ham muhimroq. Sizningcha, eng katta xato qaysi transfer bo'lgan? Hazard 1-o'ringa loyiqmi? Kommentda yozing. Like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi rolikda yanada rivojlanamiz.